U hovlida yem qidirardi. Keyin eshikdan boshlab devordan nariga ketgan guruch donalarini ko'rdi. U donalarni cho'qiy boshladi. Bitta, ikkita, 10 ta don. Lekin oldinga qarashi bilan u yerda tulki o'tirganini ko'rdi. U darrov qochishi kerak edi, lekin u ortiga qarab o'yladi. Hozir qochsam, yeganlarim bekor bo'ladi. Shu uchun oldinga yurishda davom etdi. 15 don, 20 don, 25 don. Tulki o'rnidan turdi, lekin tovuq baribir to'xtamadi va u 30-donga yetib kelishi bilan tulki tashlandi. O'layotib tovuq og'riqdan ko'ra ko'proq afsus qildi. Qaniydi boshida yo'qotganimda. Psixologiyada bu cho'kkan mablag' xatosi deyiladi. Odam noto'g'ri narsadan voz kecha olmaydi, chunki u bunga allaqachon ko'p vaqt, pul yoki his-tuyg'ularni sarflagan. Hayotda ko'p odamlar noto'g'ri munosabat, noto'g'ri ish, noto'g'ri qarorlardan faqat o'tmish sarf sababli qutula olmaydi. Shuni esla, vaqt borida ortga qaytish noto'g'ri yo'lda juda uzoqqa ketishdan yaxshiroq.